Ronaldo aktyorlikka qadam qo'yayotgan bir vaqtda Lionel Messi Bollywoodni zabt etmoqda. Aniqrog'i Hindistonda Messi mania. Argentinalik futbolchi Hindiston bo'ylab sayohatini davom ettirib, Kalkuttadagi stadionda 80 mingdan ortiq muxlis bilan ko'rishdi. Muxlislar tashkilotchilardan norozi. Bunga sabab tadbirlar yaxshi tashkillashtirilmagan va vazirlar o'z bolalari bilan yulduzning atrofida yurishibdi. Oddiy odamlarga esa hech narsa ko'rinmayotgan ekan. Agar bizga hech narsani ko'rsatishmasa, unda tadbirlarga nega bizni chaqirishdi? Nega bizdan 12 ming rupiyadan, ya'ni 130 AQSh dollaridan ortiq pulimizni olib chipta sotishdi? Biz hattoki Messining yuzini ham ko'rmadik deb tanqid qilishmoqda. Eslatib o'tamiz, bundan avvalroq Kalkutta shahrida Messining 20 metrlik haykali ochilgan. Bu haykal ijtimoiy tarmoqlarda ko'plab kulgularga sabab bo'lmoqda. Kimdirlar uni Ronaldoning mana shu mashhur haykaliga taqqoslasa, ba'zilar buni Messining hindistoncha varianti Messi Kapur deb atashmoqda. Baholashni esa izohlarda sizga qoldiramiz. Aytgancha, kimga muxlislik qilasiz? Messigami yoki Ronaldoga?